Biz 2026-yilning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilib, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha katta vazifalar belgilab oldik. Mahalla bu islohot qayerda ishlayotganini ham, qayerda to'xtayotganini ham aniq ko'rsatadigan barometr. Davlatobod tumani To'quvchi mahallasidamiz. Bu yerlar juda qarovsiz holatga kelib qolgandi. Hamma yoq maysa, chiroyli gul ekilgan. Buni yo'laylar umuman bu yerda bo'lmagan. Bolalar o'ynashga joylar ham bo'lmagan. Avvalambor domlarimizni kirish chiqishlari, fasad qismi, bolalar maydonchasi, word count, amfiteatr, bu yoqda endi mahalla uchun aholiga qulaylik yaratish maqsadida do'kon qilindi, oziq-ovqat do'koni, yonida novvoyxona, oshxona, har bitta kirish podyezdlariga skameykalar qo'yildi, salomatlik yo'lachalari qilindi. Endi xalqimizni bedadumda yashaydiganlar bunaqa bo'ladi o'ylamoqdi deyishdi. Sababi boshida nima bo'ladi endi shuncha narsa buzilib ketdi, boshqa hamma joyi to'g'risiga boshqatdan qilindi, qaytadan qilindi. Mahallamiz juda chiroyli bo'ldi. Mana shu bizni maydonchalarimiz, bizni hududimiz yashil makonga aylandi. Farzandlarimizga juda ham chiroyli sharoitlar yaratildi. Farzandlarimiz, nabiralarimiz chiqmayapti shaydan. Optoni tig'ida ham o'ynaydi. Xavfsiz mahallaga aylantirildi. Ichki ishlar bilan birgalikda mana kamera hamma yog'ini nazorat qilib turadi. Undan tashqari mana bu so'z tugmasi o'rnatildi. Har bitta kirish yo'laklarimizga so'z tugmasi o'rnatildiki, bir qandaydir holat bo'lsa, shuni bossa, ichki ishlar o'zal texnikalari bilan yetib kelishadi. Xursandmiz, hamma xursand. Prezidentimizga ming rahmat.